Agarlar Argentinaning o'yinini ko'rdinglar, to'g'rimi? Cabo Verde'ga qarshi. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Argentinaning keyingi raqibi hamda Cabo Verde'ga qarshi uchrashuvda qanaqa hisob qayd etilganligini aytib o'taman. Oldin sahifamga obuna bo'ling va men boshladim. Argentina Cabo Verde hisob 3-2 bo'ldi jigarlar. Asosiy vaqtda 1-1. Qo'shimcha ekstra taymlarning birinchisida hisob 2-1 ko'rinishga keldi va birinchi ekstra taym tugallashiga ozgina qolganda Cabo Verde hisobni 2-2 ko'rinishga keltirdi. Lekin Argentina bu uchrashuvda haqiqiy favorit ekanligini ko'rsatdi va burchak to'pidan Lionel Messi jarima maydonchasi ichiga to'pni uzatdi va Romero zarba yo'llaganda raqib futbolchisi o'ziga o'zi gol kiritib qo'ymoqda rikoshet tufayli. Va endi Argentina nimchorak finalga yo'l oldi va 7-iyul kuni Misr terma jamoasiga qarshi O'zbekiston vaqti bilan 21:00 da uchrashuv o'tkazadi. Jigarlar, bu Messi raqiblarni xo'rlamasa bo'lmayapti. Shunday gaplar. Lekin Vezina hamda Cabo Verde ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bekorga play-offga chiqmaganligini yana bir bor ko'rsatmoqda. Shunaqa gaplar. Argentina va Lionel Messini tabriklagan holda go deb qolamiz jigarlar.